Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Cherry Chilonzorda Tiggo 2 Pro avtomobilining funksional jihatlari, hozirgi kunda qanaqa to'lov turlari amalda ekanligini bir qator ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga manfaatli bo'ladi albatta. Bugungi video obzorimizda eng ko'p xaridorga ega bo'lgan Cherry oilasidagi Tiggo 2 Pro avtomobilini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda mashinaning dizayni, ichki xarakteristika va oxirida eng ko'p kishi qiziq bo'ladigan narsa bu qanaqa to'lov turlarida olishligini bir qator ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi o'rinda mashinaning dizaynlari ham ancha o'zgargan va bunda faralari ham LED fara bilan jihozlangan va bu avtomobilimizda 1 litrli turbina jihozlangan motor bilan jihozlanib, 103 ta ot kuchi hamda bu shaharda o'zingizni benzin rasxodingizni kamaytiradi. Shaharda o'rtacha 5-6 ta, trassada 5 tagacha ham rasxod qilishi mumkin. Va bunga 92 benzin qo'ysangiz bemalol bo'ladi. Mashinaning qulayliklarini gapiradigan bo'lsam, birinchi o'rinda bundagi orqa kamera va partroniklari bu nima vazifani bajaradi? Mashinani orqaga harakatlanayotganingizda mashina bilan orqada to'siq yokida mashina yaqinlashib qoladigan bo'lsa mashinaga bu sizga avtomatik signal beradi, ya'ni to'siqqa yaqinlashdi to'g'risidagi signalni beradi. Bu ham ancha qulaylikni bajaradi. Undan tashqari shahar ichida haydashda ballonlari 17 razmerdagi bo'lib, ABS tormoz sistemalari ham mavjud. O'zingiz bilasiz, bu juda kerakli bo'ladigan funksiyalar. Hamda bu mashinamizning tom qismida reynlari mavjud. Bu 40-50 kilogrammgacha yuk ko'taradi. Tepasida lyuklar ham bor. Lyukni alohida salonga kirganimizda aniqroq ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari o'zimga yoqadigan funksiya bu mashinani qulflaganingizda bokovoy oynalari ikkala tomoni ham bu avtomatik yig'iladi. Bu ham ancha yaxshi narsa, chunki kichik yo'llarga tushib qolganingizda qulflab ketsanglar bokovoyi urib ketishi, ya'ni o'tadigan mashina qirib ketishligini ehtimolini ancha oladi bu ham. Salonni ichidagi udobstvolarni gapirishdan oldin salonni dizaynini aytib o'tishim kerak, chunki nimaga? To'rtala sidiniyada ham bularda ekokoja bilan jihozlangan. Undan tashqari rullari, obshivka qo'l qo'yadigan joylarigacha ham ekokoja bilan jihozlangan ekan. Bu ancha yaxshi, ya'ni nima desa bo'ladi? O'zingizlardan xarajat qilib, chexol olib, taqmaysizlar, tayyor olib haydashga mos turibdi bular. Xo'p, avtomobilning udobstvosiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda aytib o'tishim kerak, ko'zga tashlanadigan joyi bu o'zining monitorlari, tablolari yorqinligi, monitoridan bemalol через Apple CarPlay orqali navigator, telefoninglardagi funksiyalarni chiqarsanglar bo'ladi. Qisqacharoq tushuntiradigan bo'lsam, mashinada birinchi ikkita sidiniya, birinchi ikkita qatordagi sidiniya qiziydi, rullari va oldi laboylargacha ham qiziydi. Oldi laboy qizishi o'zimga juda yoqadi. Nimaga? Yomg'irli havolarda bilasizlar, oldi oynasi bug'lanib, parlanib qoladi. Bu haydashda birinchidan noqulaylik, ikkinchidan xavfli. Yana undan tashqari qishlarda bilasizlar, o'zimizda ob-havo sababli muzlab qoladi. Muzlab qolgandan keyin ertalabdan chiqib, uni muzini qirish yoki nimadir qilish ko'p kishiga yoqmaydi. Uni o'rniga uyda turib mashinani zavod qilib qo'yasizlar, o'zi polni muzlarni eritib, bug'larni ko'chirib tashlaydi bu narsa. Bu ham zo'r funksiya. Undan tashqari rulni ham e'tibor beradigan bo'lsak, rulda ancha ixcham, plus elektronika bo'ladi, gidravlikadan ancha yumshoq bo'ladi. Multimedianli rul sistemasi o'ng tomonda bo'ladi, ya'ni bu zvukni ligrovkasi va bu yerda cruise control. Bunda bajariladigan funksiya tezlik tanlab qo'yasizlar, misol 40 yoki 50 shaharda o'sha tezlik bo'yicha ham ushlab ketadi. Faqat rul bilan tormoz o'zingizda turadi, bo'ldi. Keyin yana bitta narsasini aytib o'tishim kerak. Bunda rushnoy elektronika bo'ladi, o'zimizga rechakli emas. Ya'ni rushnoyni elektronik bosib, tushirib ko'tarsanglar bo'ladi. Auto hold o'zimga yoqadigan funksiyasi bittasi. Nima vazifani bajaradi? Hozirgi kunda shaharimizda avtomobil ko'p. Xo'p, tormoz bosib turish yoki neytralkaga o'tkazish shart emas. Remen taqilganda auto hold funksiyasini knopkasini yoqib qo'ysanglar, mashina o'zini o'zi ushlab turadi, svetofor probkalarda. Yurmoqchi bo'lsangiz, sekin gazni bossanglar, mashina avtomatik yurishni boshlaydi. Bu ham zo'r vazifani bajaradi, qulaychilik. Xo'p, undan tashqari bunda dosh datchiklari bor. Boya aytib o'tdim, lyukni ichkari kirganda alohida e'tibor qilishimiz kerak. Lyuklari ham o'ziga yarasha ancha yaxshi, ochilib yopilish elektronika bo'ladi. Ovozini eshitib turganingizda. Misol uchun, yozgi kunlarida bu ham zo'r. Agar issiq tepadan tushib turadigan bo'lsa, shtorkani shuni yopib qo'ysanglar, bu ham ancha qulaychilik vazifani bajaradi. Oldi qismidagi qisqa tushuntirgan narsalarim shu va buni yana bir funksiyasini aytib o'tishim kerak. Cherrylarda konditsioneri ancha zo'r ishlaydi. Sababi bularda klimat kontrol bo'lganligi. Mana misol uchun Tiggo 2 Pro'mizda bir tomonlama iqlim, ya'ni
sovutish, isitishlari juda ajoyib. Yozlarda o'zimizda ham test drive mashina yoki boshqa mashinalarni klientlar bilan chiqqanda ishlatib ko'ramiz. Zo'r sovutadi yozda. Shu tomon o'zim yoqadi. Mashinani esa hozir orqa qismini bitta ko'rsatamiz, qanaqa kengligini, nechgacha bemalol sig'ishlarini. Salonni orqa tomoniga hozir ko'rsatamiz obzorni. Misol uchun bo'yim 1.75 plus minus, endi ko'p bo'lgan o'lchaganmi. O'tirganimda oldindagi, ya'ni shofyordagi sidinani o'zimga to'g'irladim. Hali ham shuncha keng joyi bor. O'ylashim bo'yicha o'zim qatoridagi yoki mendan kattaroq gavdaliroq odam ham bemalol 3 kishi sig'adi. Bundan tashqari, bu yoqlarda telefonlar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Uzoqroq yo'lga chiqsanglar, cho'ntaklaringga baribir xalaqit qiladi. Shuning uchun bu yerga qo'yib qo'ysanglar, ancha bu ham udobniy. O'ylashinglar mumkin, mashinani oldi keng, orqa tomoni ham ancha keng, bagaj qismi yo'q deb o'ylashinglar mumkin. Lekin hozir videoni ko'rib tursanglar, bagaj qismini ham qanaqa kengligini ko'rsatib o'taman. Mashinani bagaj qismini bitta ko'rsatib o'taman dedim boya, ichki salonda ko'rishinglar mumkin. Hop, mashinada 405 litrli bagaj sig'imi bo'ladi. Orqasida bemalol zapaska, domkrat, ключ, hamma narsasi mavjud. Videoni boshida aytdim, mashinani to'lov turlarini oxirida aytaman deb. Birinchidan, mashinani olishinglar mumkin. Naqdga, avtokreditga, rassrochka, lizing olishinglar mumkin. Mashinada shu oy uchun, ya'ni iyun oyi uchun 40 million chegirma bor. Buni qanaqa qilib qo'lga kiritsanglar bo'ladi? 100% to'lov yokida avtokredit shaklida. Avtokredit minimalniy Toshkent shahrida yashovchilar uchun yokida ish haqisi borlar uchun 15% dan boshlanadi. Yokida boshqa viloyatdan ish haqi yo'q deydigan bo'lsanglar, 25% boshlang'ich to'lov qilib, Tiggo Kipro avtomobil o'zinglarniki qilishinglar mumkin. Agar yo'q, rassrochka olaman desanglar, rassrochkamiz ham bor. Minimalni 25% dan boshlanib 24 oydan 60 oygacha. Faqat e'tibor beringlar, boshlang'ich to'lovi muddatiga qarab farq qiladi. Misol uchun 30% to'lasanglar 36 oyga, 40% to'lasanglar 5 yilgacha mashinani tan narxini, ya'ni 214 million 900 ni o'zini pulini bo'lib to'laysizlar. O'zingizlarning qo'linglardagi pulga qarab biz hisob kitobini qilib beramiz. Sizlarga hisob kitobi mashina haqida yana ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani Cherry Chilonzor nomeriga telefon qilinglar bemalol. Haftada har kuni 9 dan 8 gacha mashinani test drive ko'rsanglar bo'ladi. Plus yana bitta jihati, o'zingizlarning eskiroq mashinanglar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sotmoqchi bo'lgan mashinanglar trading xizmatlari ham mavjud. Kelib bemalol hamma ustalardan foydalansanglar bo'ladi. Ko'proq ma'lumot olish uchun Cherry Chilonzorga kelinglar, sizlarni kutib qolamiz. Sotuvchi menejerlarimiz har kuni, har doim mashina haqida ma'lumot berishga tayyor turadi. Kelib, o'zingizlarga yoqqan mashinani bemalol bir kun ichida xarid qilishinglar mumkin. Sizlarni Cherry Chilonzorda kutib qolamiz.